Milliy qadriyatlarimizni o'zida mujassam etgan Navro'z bayrami xalqimiz tarixi kabi qadim va ulug' ayyomdir. Bu kunda yurtimizning turli go'shalarida milliy taomlarimiz, milliy xalq o'yinlarimizga alohida urg'u beriladi. Navro'z bayramida milliy xalq o'yinlarimizni o'tkazilishi tomoshabinlarda o'zgacha zavq, shavq bag'ishlaydi, o'zgacha bir ko'tarinki kayfiyat baxsh etadi. Milliy bayramlarimiz tarixiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, xalq o'yinlari taraqqiyotning turli bosqichlarida o'z davri odamlarining hayoti, turmush tarzi, mehnat jarayonlari, milliy qadriyat va urf-odatlarini, qolaversa millati va dini kabi xislatlarni o'zida mujassam etgan bo'lib, ishtirokchilarda chaqqonlik, birdamlik, do'stlik, kuchlilik, g'ayratlilik kabi jihatlarni, qolaversa ijodiy topag'onlik kabi xislatlarni rivojlanishida muhim sifatlardan biri hisoblanadi. Jumladan Mahmud Qo'shqariyning Devoni lug'ati turk asarida milliy xalq o'yinlarimizning 150 ga yaqin turi haqida, qolaversa yosh bolalarning o'yinlarining 20 ga yaqin turlari haqida alohida ma'lumotlar qayd etiladi. Navro'z an'analarini qayta tiklash va asrab-avaylash o'zbek xalqining madaniy tarixiy merosiga bo'lgan chuqur hurmatini anglatadi. Shu bilan birga, bugungi avlodning ushbu qadimiy bayramning atrof muhit bilan uyg'un holda yashashga intilishini mujassam etgan g'oyalari va qadriyatlariga sodiqligini yorqin ifoda etadi. Yil boshi deya ta'riflanadigan bayramda qizlar o'ziga oro beradi. Xina va